Imkon fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson taraqqiyoti markazi. Davron va Dilrabo Shirmatovna SOS O'zbekiston Respublikasi mahallalari uyushmasining Samarqand shahridagi filiali direktori. Tashkilot bolalarning farovonligini ta'minlash, ularning manfaatlari va huquqlarini himoya qilish, ehtiyojlarini qondirish maqsadida tashkil etilgan nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi. Assalomu alaykum, Dilrabo Shirmatovna. Bizni o'sha turkum muloqotimiz aynan tazyiq va zo'ravonliksiz inson taraqqiyoti deb nomlanadi va jamiyatda turli aholi qatlamlari o'rtasida tazyiq va zo'ravonlik va unga nisbatan mutaxassislarning fikri bilan bir o'rtoqlashyapmiz. Bugun siz bilan ko'proq o'sha bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlari va uni oldini olish masalalari bo'yicha fikrlaringiz biz uchun qiziq. Birinchi beradigan savolim aynan sizningcha oilaviy zo'ravonlikka duch kelgan bolalarda qanday psixologik muammolar kuzatiladi? Ularni o'sha turli xil o'sha travmatik stresslar, ruhiy shok, qo'rquv, shu kabi holatlarni ular o'zida qanday qilib tashqarida namoyon eta oladi? Aynan ular ana shu zo'ravonlikka uchraganini qanday qilib atrofga bildira oladilar? Assalomu alaykum, Fotiha Akmalovich. Juda ham dolzarb mavzuni tanlabsizlar. Albatta bizning tashkilotimiz aynan bolalarni haq-huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro xayriya tashkilot bo'lgani uchun biz doimiy o'zimiz ishimizni shu tazyiq zo'ravonlikdan bolalarni asrash orqali ishimizni olib boramizda. Bugungi kunda o'zimizda mana loyihalarimizda ham bor. Aynan shu ijtimoiy yetimlikni oldini olish xizmatlarimizda bu narsalarni ko'p kuzatyapmiz. Bu tazyiq zo'ravonlik bor oilani o'zi bir nima deydi, katastrofический holat bu. Bu albatta u bolalarning ruhiyatiga juda ham salbiy ta'sir qiladi. Birinchi navbatda xuddiki o'qish uyda ko'rganini qiladi degandek, bola ham xuddi o'sha zo'ravonlikni ko'rgandan keyin o'shani davomchisi bo'lib qoladi. U ikkinchi masala. Aynan birinchi masala, aynan bolalarning zo'ravonlik ta'siridagi holatlari turli xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Bu ruhiy holatdan tashqari aynan tibbiy muolajalarni ham kerakligi bo'lar holatda aynan nevrologik kasalliklarni ham olib kelishiga sabab bo'ladi. Turli xil oiladagi zo'ravonlik, oiladagi turli xil nizolarni ko'rgan bolada eng birinchi navbatda o'ziga bo'lgan ishonchining yo'qligi, o'zini hayotini qo'ya olmasligi, o'ziga kelajakdagi reja, orzularini hattoki namoyon eta olmasliklari eng elementar belgilari shundan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bolani diqqati tarqoq, eslash qobiliyatining pastligi va shundan keyin mana aytganimdek turli xil mana nevrologik hattoki kasalliklarda o'sha aytaylik bolalar nevrozi, turli xil duduqlanish kasalliklari va juda ko'p holatlarga olib keladi. Afek holati, shok holatda bolalar bo'ladi. Va buni asoratlari ham bo'lishi mumkin. Aynan bola e'tiborsiz qoladi. Bundan keyin kleptomaniya holatlari deymiz. O'ziga shu e'tiborni qaratish uchun o'g'irlik holatlarini qilishga to'g'ri keladi. Yolg'on gapirish bolada namoyon bo'ladi. Uning juda ko'p holatlari ko'p. Agar buni o'tiradigan bo'lsak, juda ko'p aspektlari ko'p, qirralari ko'p. Har tomonlama o'rganganda ham uni hammasi nuqtasi o'sha zo'ravonlik holatini qurboni, o'shanaqa psixologik stress holatlarga tushgan holatdan namoyon bo'lishi bo'lib chiqadi. Aynan shu zo'ravonlikka duch kelgan bolalar qanday qo'llab-quvvatlanishi mumkin? Zo'ravonlikka duch kelgan bolalarimiz mana bizaga har bir yuborilgan bolalarda u narsa bor. Aynan bizaga kelguncha o'sha oiladagi nizolar, ota-onalarning e'tiborsizligi, bola shu bizaga kelguncha, voyaga yetguncha emas, bizaga kelguncha turli xil mana necha xil zo'ravonlik holatlari bo'lsa, hammasi namoyon bo'ladi. Eng asosiysi yo otadir, onadir, o'shani farzand oldidagi majburiyatlarni ham qilmasligi, bolaga e'tiborsizligi ham bu ham bir zo'ravonlikning bir turi hisoblanadi. O'sha uchun bola kelganda bizaga turli xil zo'ravonliklarga uchragan bo'ladi.
Yana o'zi shu zo'ravonliklarga bo'lsa ham hissiy bog'liq bo'lgan o'sha yaqin qarindoshlari bo'ladi, qandaydir qo'shnilari bo'ladi, o'ziga ko'ngliga yaqin bo'lgan odamlari, o'rtoqlari bo'ladi. O'sha muhitdan yana bizaga yangi muhitga kelishi, bu ham o'zgacha bir stress holatni bolalar boshidan o'tkazadi. Keyin kelganda masalan harakat qilamiz, bolalar uchun tinchlik, osoyishtalik, har tomonlama biz tibbiy tomondan ham tekshirishlarni o'tkazishni boshlaymiz-da va psixologik korreksion holatlarni, masalan bizada individual rivojlanish tarixi bolada chuqur o'rganiladi. Juda ham bolaga individual yondashgan holatda o'rganiladi. Aynan shu birlamchi, kompleks, keyingi nimalarda polniy bola diagnostikadan o'tgandan keyin bolaning umumiy psixologik holatini rasmi namoyon bo'ladi. O'shanga qarab keyin poetapni ishlarni, olma-ketin bosqichma-bosqich ishlarni har bitta bola bilan biz o'tkazdiramiz. Aynan shu bolalar o'sha turli xil o'sha psixologik, ma'naviy va boshqa yordam olganidan keyin aynan zo'ravonlikka nisbatan ularning munosabati qanday bo'ladi va bu yordamlarni ololmagan bolalarda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Bu kelajakdagi o'sha katta inson bo'lganda, ya'ni aytmoqchimanki, bular bo'lg'usi agressor bo'lib shakllanishi ham mumkin yoki agressiyaga nisbatan o'sha qarshi o'zini fikrini bildira olishi ham mumkin-da. Bunga aloqasi bormi bu yordamlarni yoki bevosita bog'liq emasmi? Albatta aloqasi bor. O'sha narsada ochiq, oydin har bitta holatni tahlil qilib, o'sha bolalarning yoshiga mos qilib, o'sha holatni hamma masalan rasmda bo'ladiki, agar o'sha hayotda o'sha holatni rasmdek ko'rsatgan bo'lsak, hamma nima deydi, har bir aspektlarini ochiqchasiga bola tushunadigan tilda qilib ochib berish bu yaxshi muloqotni shakllantirishga ham nima qilib beryapti-da hozir. Bolalarni bilan kirisha olishimiz, bolaning o'zini ruhiy holatini ocha olishimiz bizaga ancha yordam beryapti. Va albatta bolada o'zgarish holatlari bo'ladi. Yaxshi sharoit, yaxshi munosabat, bolaga qo'llab-quvvatlansa boradi. Lekin baribir tajriba shuni ko'rsatyaptiki, agar yana bola o'sha zo'ravonliklar, nohaqliklar bo'ladigan muhitga tushsa, yana o'sha eski qolib yopib ketgan jarohatlar, travmalar yangilanishi, yana boshqadan namoyon bo'lishi, mana shu narsani biz tajribada ko'ryapmiz. Bunda demak zo'ravonlikka uchragan bolalar bilan ishlashda bu muntazamlik talab qilinar ekanda, bu bir martalik narsa emas ekanda, yana albatta doimiy ravishda bola hayotda o'zini tutib, o'zini menini qo'yib, o'zini nima deydi, baholay olish qobiliyatiga, o'zini ishonchini to'la to'kis va komil inson bo'lib yetishguncha doimo unga psixologik yordam ko'rsatib borish kerak. Aynan SOS bolalar mahallasi to'g'risida qisqacha o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz, o'zi nima uchun, g'oyasi nima bo'lgan, buni mahallani tashkil qilishdan asosiy maqsad nima va nima uchun bolalar aynan shu mahallada qaysidir muddat davomida yashashi kerak? O'zi SOS bolalar mahallalarining tarixi ham juda ham bir qiziq. O'zi bu birinchi g'oya Ikkinchi jahon urushidan keyin shu Avstriya shahrida, Innsbruck shahrida paydo bo'lgan bir g'oya. Buni asoschisi German Gmeiner bo'lgan. U o'zi ijtimoiy o'qituvchi degan o'sha paytda terminologiya bo'lgan, ham o'qitgan, ham oilalarga bolalarni rivojlantiruvchi mutaxassis bo'lgan. Aynan Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'pchilik bolalarning ota-onalari vafot etgandan keyin bolalar o'z ota-onasidan ajrashgandan keyin ularga hech bo'lmasa sun'iy oila yaratish kerak. Bolalar doimo oila muhitida o'sishi kerak degan g'oya mana qarib 80 yil bo'libdiki, o'sha g'oya bilan mana hozirgi kunda 138 ta mamlakatdan ziyod davlatlarda o'zini lokatsiyalari bor. O'sha rivojlangan Yevropa davlatlarida, o'sha rivojlangan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham SOS bolalar mahallalarining filiallari bor. Mana bugungi kunga olib borilayotgan asosiy maqsad shu bolalarni zo'ravonliklardan oldini olish. Bolani o'z oilasidan ajralmasligi uchun aynan yordam ko'rsatish, aynan ijtimoiy yetimlikni oldini olishga harakatlarni qiladi.
va uyushmagan yoshlar, shu ota-ona qaramog'isiz qolgan yoshlarni hayotda o'z o'rnlarini topishga harakat qiladi. Masos O'zbekiston bolalar mahallalari ham 25 yildan ziyod respublikada o'z faoliyatini olib boryapti. Toshkentda milliy ofis bor. 2000-yilda Toshkent shahar filiali, 2005-yilda Samarqand shahar filiali va 2010-yilda Xorazmda o'z filialini ochib faoliyatini olib boryapti. Mana bugungi kunda Samarqand viloyatida qariyb mana 20 yildirki faoliyat olib borgan bo'lsa, 397 nafarga bola tarbiyalanib chiqqan. Aynan o'sha xalqaro tajriba, o'sha xalqaro mexanizmlar, o'sha endigina bizada O'zbekistonda joriy etilayotgan 1-2 yil bo'lishiga qaramay case management mana bu yerda 2010-yildan beri har bitta bolaga qo'llanilib kelyapti. Bu aynan bolalarni, oilalarga ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish, har bitta ko'rsatilgan xizmatni natijali qilib olib borishga olib keluvchi instrument. Mana shu orqali faoliyat olib kelyapti. Mana bugungi kunda 7 xil yo'nalishda ish olib boryapmiz biz. Ijtimoiy yetimlikni oldini olish borasida aynan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar ijtimoiy xizmatlar markazi, inson markazlari orqali bizga yuborilyapti, yo'llanma orqali va ular bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Nafaqat oila bilan, ikkinchi yo'nalishimiz shu oila bilan ishlovchi shu hozirgi mahallalarda joriy etilgan ijtimoiy xodimlar, mahalla mutaxassislari bo'lar edi oldin. Ular aynan oila bilan to'g'rima-to'g'ri doimo ishlovchi xodimlarni ham malakasini oshirish. Aynan oilaga kirib borganda oilani vaziyatini to'g'ri baholay olish. Birlamchi ko'makni qanday ko'rsatish, undan keyin chuqurlashgan kelajakdagi rejali xizmatlarni qanday ko'rsatish. Masalan, juda eskirdi ham bu nima, naql aytish sharti yo'q, qo'liga baliq berish kerak edi. O'sha oilani qo'liga qarmoqni berib, o'zini yo'naltirib, o'zi eplay oladigan darajadagi oilalarni keltirishga asosiy maqsadimiz shu. Va shu bilan birgalikda biz fokusga 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni olamiz. Birinchidan oilani ichidagi muhitni o'rganish. Shu elementarni har bitta oilani ehtiyojidan kelib chiqqan treninglar, maslahatlar, psixologlar ishlaydi. U elementarni shu gigiyenadan boshlab oxiri shu mukammal inson darajasiga olib keluvchi juda ko'p ma'lumotlar, treninglar, ba'zi modullarni tashkil etadi. Aynan bizada Sos bolalar mahallasida eng yaxshi bir kuchli ona, kuchli bola degan litsenzion bizning kurslarimiz bor. Aynan o'sha ham yaxshi yordam beryapti. Ota-onalar o'zini ota-onalik mas'uliyatini, o'zini bolalar oldidagi majburiyatlarini his qilyapti. Bolaga qanday to'g'ri tarbiya berish, masalan, chetga borib bolaga pul yuborsa, shuni o'zi tarbiya emasligini, aynan bola bilan ota-ona doimo birga bo'lishi, doimo iliq munosabatda bo'lishlari va bu kelajakda o'z asoratlarini bolalarni vaqtida tashlab ketishlari, o'sha bo'shliqlar, tarbiyasidagi bo'shliqlar qanaqa bir bolalarda salbiy holatlarni namoyon qilishiga olib keladi. Aynan sizni fikringiz bo'yicha shu oilada kelgusida bolalar ijtimoiylashuv jarayoniga kirishadi. Ma'lum bir oiladan boshqa oilaga ko'chib o'tishadi yoki o'zlarining oilalarini qurishadi. Mana shu jarayonga tayyorlab borish uchun ota-onalar aynan nimalarga e'tibor qaratish kerak? Ularni ko'proq huquqiy bilimlari muhimmi yoki ularni, misol uchun, qizlarni kasb-hunarga o'qitib iqtisodiy jihatdan mustaqilroq qilish kerakmi yoki boshqa bir psixologik tomonlari bormi? Ko'proq nimaga ahamiyat qaratish kerak ota-onalar? Eng asosiysi bolalar bilan hissiy bog'liqlikda bir-birlarini tushuna oladigan, bir-birlarini eshita oladigan bo'lish kerak. Doimo ota-ona 1 soat kunida bo'lsa ham vaqtini ajratib, o'sha bolalarni ichki hissiyotlari bilan doimo bilib borish kerak. Doimo o'sha narsaga e'tibor berib, o'sha bilan birgalikda rivojlantirish kerak bolani. Ichki holati nima bo'lyapti, tashqaridagi o'rtoqlari qanaqa, rejalari qanaqa. Masalan, ichkidagi bolalarning ichki tuyg'usida soperejivaniyalar bo'ladi, baribir o'z yoshiga nisbatan. O'sha narsalar nimada namoyon bo'lyapti va unda qancha ota-ona bolaga nisbatan bola
bilsa, shu ota-ona qo'llab-quvvatlaganda bolada o'zini baholay olish, o'ziga bo'lgan ishonchini ortishiga mana shu narsa yordam beradi. Va albatta har bitta bolani qiziqishiga qarab rivojlantirish kerak. Masalan, ota-ona xohladi, mana shu yo'q, mana shu kasbni olasan, ota-bobomning kasbi emas. Bolada nimada qiziqish bo'lsa, o'sha narsa bilan rivojlantirish kerak. Ming majbur qilganingiz bilan agar bolani o'zi xohlamasa, u hech qachon o'sha kasbni ota-onasi uchun olishi mumkin, lekin o'sha kasbda asl mutaxassis bo'lib chiqmaydi. O'sha uchun har bitta bola eshitilishi kerak, har bitta bola o'rganilishi kerak va har bitta bola qo'llab-quvvatlanishi kerak. Va to'g'ri yo'naltirilishi. Albatta, albatta. Bu borada aynan davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligida juda ko'p loyihalar, tadbirlar va hokazo amalga oshirilyapti. Sizni fikringizcha mana shu ijtimoiy sheriklik darajasi qanchalik darajada o'sha maqsadli guruhga yetib boryapti? Ya'ni bolalar bu hamkorlikni mevasini qanchalik darajada tatib ko'rishyapti o'zlarida? Mana oxirgi 5 yillarda salgina nima deydi, qadamlarni sal kattaroq qo'ygandek namoyon bo'lyapti. Chunki 5 yil oldin hattoki shu o'zimizda bolalarimiz o'qiyotgan maktablarda ham oliy ma'lumotli o'qituvchilar tomonidan turli xil zo'ravonliklarni ham namoyon etish holatlari bo'lar edi. Aynan oxirgi paytda siyosatning o'zgarishi, ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, aynan har bitta aytaylik boshqarmalarning ichidagi faoliyatning o'zgarishi, ijtimoiy sheriklik, masalan, aynan bolalar huquqini himoya qiluvchi har bitta tashkilot, har bitta NNO o'zining loyihalari bilan shu katta bir ishlarni amalga oshirishi anchagina kattalarni ham bilim ko'nikma mahoratlarini oshirib boryapti. Aynan bolalarga nisbatan shu zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha ham sezilarli ishlarni ko'rish mumkin. Lekin hali hanuzgacha bo'shliqlarimiz bor, ishlayotgan, qiladigan ishlarimiz bor hali ham. Aynan shu bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari, u har xil turdagi shu zo'ravonlik holatlari qanchalik shu sohada e'tibor qaratilgani sari oshib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Misol uchun bolalar ombudsmani faolligi oshgani sari bu tarafda demak bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib bordi. Bu aynan shu masalaga jamiyatda e'tibori oshgani bilan bog'liqmi yoki o'sha sohadagi ochiqlikni kengaygani bilan bog'liqmi? Sizni fikringizcha nima uchun bu tarafda ham davlat harakat qilyapti, lekin holatlar ko'payib boryapti? Lekin to'g'ri aytasiz, rivojlangan sari uni salbiy taraflari ham bo'lyapti. Bu aynan o'sha qonunchilik doirasidagi ham bir qonunlarning mexanizmlarini yaxshi ishga qo'yilmaganligi, aynan joylarda bolalar bilan ishlovchi mutaxassislarni o'z lavozimlariga astoydil mehnat qilmaganligi. Masalan, bizga ham juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Oxirgi paytda tendensiya, masalan, voyaga yetgan, masalan, oldingidek ota-ona qaramog'isiz qolgan, ota-onasi vafot etgan bolalarning murojaati juda ham kamdan kam. Mana oxirgi hattoki 3 yillik statistikani ko'tarsak ham, balog'at yoshiga yetgan 13 yoshdan 12 yoshdan katta bo'lgan qizlar, otasi bor yoki yolg'iz onasi bor, qarindoshlari bor. O'sha tarbiyadagi bo'shliqlik, o'sha vaqtida nazoratda bo'lmasligi natijasida o'zi bir yomon yo'llarga kirganligi haqida asosiy murojaatlar shundan bo'lyapti. Lekin aslini o'ylasak, o'sha bola yashaydigan mahalla bor. Mahallada yoshlar yetakchisi faoliyatini olib boryapti, mahalla inspektori bor, bola qamrab olingan maktab bor, maktabda psixologlar bor. O'shalar hammasi nazoratini vaqtida olib borsa, mana shunaqa salbiy oqibatlarga olib kelmaydi. Lekin mana shu bizani hozirgi kungacha bo'ladigan aynan nima deydi, og'riqli nuqtamiz. Biz doimo aytib boramiz bu borada. Qandaydir ota-onalarning o'zini majburiyatlarini bilmasligi. Endi oldin juda ko'p, meni bu sohada men 2009-yildan beri ishlayotgan bo'lsam, juda ko'p bo'lardi munosabatlar. Lekin hozirgi paytda juda ko'p o'zbek oilalari, tumanlarda bo'ladigan mana shunaqa holatlar juda ham bir nima deydi, odamni ruhiyatiga juda katta ta'sir beradi-da. Chunki bizani o'zligimiz bor, bizani dinimiz bor. Aynan o'sha dinda ham o'sha narsa targ'ib qilinganda, ham qonunchilikda ham bu narsa bor.
Masalan, ota-onani o'zini farzand oldidagi aytaylik majburiyatlari bor. Bu narsa doimo bo'lib ketgan, avloddan avlodga o'tib kelgan bu narsa. Hattoki 18-yil xalqaro kursda borib qatnashganimda Yerusalim shahrida endi hamma faoliyati, endi 18-yillar mehribonlik uylari bor edi. Endi ota-ona qaramog'i qolib, sistemada qanaqa nima bor. O'shanda savol bo'ldiki, детский дома есть ли у вас debda. Yoshga 80ga kirgan professor edi. Da, есть. К сожалению, no dedim, shu paytlari aynan deinstitualizatsiya jarayonlari boshlangan jarayonida o'zimizda ham respublikamizda shunaqa jarayonlar boshlangan. Lekin sekinlik bo'lsa ham bor deganimda, qanday bu ikkinchi jahon urushida o'sha dushman bo'lgan nemis bolalarini o'zbek oilalari o'z oilasiga olgan edi-ku. Yuzayli o'shanda aytganda 75 yil qarab o'tibdiki, hali ham sizlarda mehribonlik uylari bor deganda, lekin u ham bir nima deydi, tadqiqotchini fikri edi-da. Lekin o'ylab qarasak, o'sha narsa bizda ham bor haligacha. Bu yerda yana bir o'sha jamiyatda kuzatilayotgan tendensiyalardan biri nafaqat o'sha kattalar tomonidan bolalarga nisbatan zo'ravonlik, balki o'sha o'zlarini tengqurlari tomonidan ham zo'ravonliklar uchrayapti. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qizlar o'rtasidagi bir-biriga nisbatan zo'ravonlik holatlarini kuchayib borayotganini ham kuzatib boryapmiz. U yoki bu hududlardan shunaqa o'sha ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlar tarqalyapti-da. Buni asosiy sababi nimalardan kelib chiqyapti? Bu bolalarga nisbatan tarbiya nuqtai nazaridanmi yoki ular nazoratsiz qolganidanmi yoki boshqa biror sabablari bormi? To'g'ri, bu narsa o'zi bullying deb jarayoni deb aytiladi, bolalarni bir-biriga nisbatan zo'ravonlik qilishi. Bu yerda ham aynan o'sha jamoaning e'tiborsizligida. Masalan, agar bolada bir nima qilish, biron bir janjaldan oldin bolani ruhiyatida o'zgarish bo'ladi-da. Masalan, o'zini tutishi, xatti-harakatlari oldindan bola o'zini namoyon qila oladi-da. O'sha uchun joylardagi, deyman, o'sha bolalar bilan ishlovchi mutaxassisning malakasining yetishmasligi deb bilaman-da. Masalan, bolalar o'rtasida bo'lyapti. Men turli xil ijtimoiy tarmoqlarga chiqib qarayotgan maktab hududlarida bo'ladigan, masalan, agar mana o'tgan yildan beri Milliy gvardiya psixologlari kiritilganda, bunday olib qaraganda, o'sha maktab rahbarlari bor, ota-onalar bor. O'sha har tomonlama bolalarni nazoratga suslik bilan qarash. Bu yerda agar ota-ona doimo bolasi bilan eshitib, muloqot qilib, mulohaza qilib, masalan, hattoki ona bilan qiz bola o'rtasida xuddiki dugonadek munosabat bo'lishi kerak. Bu masalan, o'g'il bola bilan gaplashmaysan nima degan emas. Bu oddiy holat, bu fiziologik holat. Masalan, o'sha birinchi simpatiyalar o'sha maktab davrlariga to'g'ri keladi. Ana shunday bo'lgan paytda ham onalar o'sha vaziyatni to'g'ri qabul qilib, qizini eshitib, keyin qiziga sekinlik bilan urushmay, do'q po'pisa qilmay, o'shanga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Nima mumkin emas, nima chegarasi borligini bilish kerak. Mana shu narsani bo'lmaganligi, susligi mana shunaqadagi ijtimoiy tarmoqlarga juda ko'p chiqayotgan holatlarni sababi deb o'ylayman. Aynan tajribali ekspert sifatida siz fikringiz bugungi kunda aynan o'sha bolalarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha nimalar qilinishi kerak? Bu qonunchilikni takomillashtirish nuqtai nazaridan, amalga oshirilayotgan turli ma'naviy ma'rifiy ishlarning samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan, shu bilan birga davlat va jamoat tashkilotlari faoliyatini yanada o'sha shu yo'nalishda olib boradigan ishlarni yaxshilash borasida qanday fikrlaringiz bor? Qonunchilik nuqtai nazarida barcha qonunlar bor, har bir jabha qamrab olingan. Lekin o'shani doimo targ'ib qilib borish kerak. Bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar o'sha narsani doimiy xuddiki bir holatda profilaktikasi bo'lgandek, o'sha qonunlarni, holatlarni hammasini doimo nima deydi, nazoratini olib borish kerak. Qanday bo'layapti, nima qilinyapti, eshitilyaptimi, yetib boryaptimi o'sha narsa. Keyin doimo xodimlarning ham malakasini oshirib borish kerak.
Bu har taraflamada. Masalan, hozir o'tirib olib hammani nima deydi, огородga tosh otib o'tirish mumkin, lekin hamma birgalikda o'zini mas'uliyatini oshirsa, o'ziga yuklatilgan ozgina vaqti bo'lsa ham o'sha mahalla posboni bo'ladimi, yoshlar yetakchisi bo'ladimi, hamma o'zini ishiga astoydil qarasa, hamma o'zini ishini meniki bu deb qabul qilsa, o'shandagina o'zgarish bo'ladi. Ko'p holatlarda xuddiki bir o'tkinchalik qilib o'tkazadigan holatlari bo'ladi-da. Doimo shu oddiy bo'lgan holatni bitta murojaatdan o'shani birdaniga tahlil qilib tagigacha yetish kerak. Bitta murojaatni e'tiborsiz qoldirdingizmi, bitta murojaat yana kattalashib, yana katta muammoni olib keladi. O'sha uchun har bitta kichkina bo'lgan shu jo'ravonlik bo'ladimi, biron bir murojaat bo'ladimi, o'shani vaqtida, joyida o'rganish kerak va bartaraf etish kerak. Biz mutaxassislar ham hozir biz sanab o'tgan mutaxassislar ham ko'rayotgan bo'lishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan sizni tasavvuringizda zo'ravonlik qiyofasini qanday tasavvur qilasiz o'zingiz? Ular ko'proq qanday ko'rinishda yoki shaklda o'zini jamiyatda ko'rsatishadi? Zo'ravonliklar oxirgi paytlar shu statistika ko'proq ayollar, bolalar ko'p uchrayotganini taqozo qilyapti. Lekin o'sha zo'ravonni ham o'rganganda aynan uni ham shu darajaga yetuvchi omillari bo'ladi. Uni oilasida bo'ladi yoki bir qandaydir noto'g'ri unga nisbatan qarorlar qabul qilinishi yoki aynan buni shu holatga olib keluvchi resurslar bo'ladi. Qayerdadir aytaylik nohaqlik bo'lishi mumkin, qayerdadir nima bo'lishi mumkin. Masalan, o'zidan o'zi zo'ravon bo'lib hech qachon sog'lom muhitda zo'ravon bo'lib tug'ilmaydi bola. O'sha uchun masalan hozir ham ko'pgina holatlar bo'lyapti. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan qaysidir keyslarni muhokama qilganimizda ham bir nimani tushunish kerak-da, jabrlanuvchi bilan zo'ravon o'rtasida jabrlanuvchini o'zlari tushunmaydi-da, что bularga zo'ravonlik yetkazdirilyapti, что bu mumkin emasligini bilmaydi-da. Ularning shu huquqiy savodsizligidan namoyon beradi-da. Keyin oxir oqibat boradida o'sha zo'ravon bilan oilaviy bo'lishi mumkin, qandaydir hissiy bog'liqlik, shu yana deydi o'zimizning mentalitetimiz deydi-da. Xuddiki keyin o'sha jabrlanuvchi zo'ravonni tarafini olishga tushadi-da. Unday dedi, bolam otasi deydi, har xil holatlar deydi. Xuddiki bu anavi Stockholm sindromi deb psixologiyada aytiladi, lekin bu narsa noto'g'ri narsa. Masalan, zo'ravon bir marta zo'ravonlik qildimi, u doimo bu narsani qilib keladi. O'sha uchun doimo joyida to'xtatib, joyida o'sha narsani holatga barham berish kerak. Mana shu So'z bolalar mahallasida siz nafaqat bolalarning ustozi, onasi, balki ularning do'sti sifatida ular bilan tengma-teng fikrlashasiz. Ularning dardini o'zingizga olasiz, o'zingizning fikrlaringizni xuddi do'stiday bildirasiz. Aynan bolalar nuqtai nazardan, bolalarning dunyo qarashidan bizni qarab turgan ota-onalarga aytadigan aynan zo'ravonlik, tazyiq sohasida agar ularning fikrini agar chiqarib bera olsangiz, juda yaxshi fikr bo'lardi. Har bitta tug'iladigan farzandi ham ota-onasi baxtli, saodatli bo'lib voyaga yetishini xohlaydi. Har bitta bola ham dunyoga kelibdimi, u baxtli bolaligini, baxtli o'sha gashtlarini o'ynab, kulib, haq-huquqlari buzilmagan holatda o'tishi kerak. Bola doimo eshitilishi kerak. Bola bilan doimo hissiy munosabat bo'lishi kerak. Va ota-onalar o'zlarini holatlaridan kelib chiqqan holatda ham doimo har kuni 1 soat bo'lsa ham vaqt ajratib, bolalari bilan do'stona, har bitta bola bilan alohida suhbat o'tkazdirish kerak. Mana shunaqa suhbatlar doimo bo'lsa, ota bilan bola o'rtasidagi mana shunaqa rishtalar bo'lsa, doimo ana shu zo'ravonliklarni oldini olishimizga, kelajakda bolalarimizni baxtli, saodatli hayotda o'z o'rnlarini topadigan barkamol inson qilib yetishishiga biz yordam bera olamiz. Bir ideal jamiyatda qachonlardir yetib boraylikki, u jamiyatda kattalar tomonidan umuman bolalarga nisbatan zulm, tazyiq, zo'ravonlik holatlari bo'lmasin.
va mana shu borada bugungi kunda olib borayotgan ma'naviy, ma'rifiy, huquqiy, psixologik va umuman har bir sohada amalga oshirayotgan ishlaringizga, sizga va jamoangizga kattadan katta rahmat deymiz. Ishlaringizga muvaffaqiyat va yaxshi kunlarda o'sha biz va bizni kuzatib boruvchilar bilan ko'rish nasib qilsin. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.